Assalomu alaykum. Vakil AI platformasining sud ishlari bo'yicha qanchalik kuchli ekanligini birinchi qismda ko'rsatgan edim. Endi esa biznes egalari va tadbirkorlar uchun eng kerakli bo'lgan shartnomalar bilan ishlash bo'limini ko'ramiz. Noldan shartnoma tuzish kerakmi? Internetda shablon qidirib yurmaysiz. Shunchaki kim kimga ijaraga beryapti, manzil qayerda, shu oddiy ma'lumotlarni yozsangiz bo'ldi. Vakil AI force major, javobgarlik, jarimalar kabi barcha huquqiy normalarni inobatga olib, mukammal shartnomani tuzib beradi. Va qarang, buni to'g'ridan-to'g'ri tayyor Word formatda yuklab olib, pechatga bersangiz ham bo'ladi. Endi eng qiziq va sizni katta minusdan qutqarib qoladigan asosiy fishka bu shartnomalarni riskka tekshirish. Birov sizga shartnoma tashladi deylik, uni ko'r-ko'rona imzolashdan oldin albatta vakil AI ga riskka tekshirtiring. Bu shartnomani skaner qilib, undagi barcha risklarni xuddi svetofor ranglarda ko'rsatib beradi. Mana qizil. Demak, bu yerda sizning zararingizga ishlaydigan yashirin va jiddiy xavf, ya'ni risk bor. Eng zo'r tarafi, u risk nimaligini aytibgina qolmasdan, xotirjam bo'lishingiz uchun shartnomaning o'sha bandini qanday qilib o'zgartirib yozish kerakligini ham o'zi amalda ko'rsatib tayyorlab beradi. Bu degani yuzlab million pullaringiz va asabingiz omon qoldi degani. Ikkinchi qismimiz shulardan iborat edi. Ammo vakil AI ning imkoniyatlari bu bilan tugamaydi. Keyingi qismlarda platformaning yana boshqa, bundan-da kuchli fishkalarini birgalikda ko'ramiz. Kuzatishda davom eting.